Men 24 yoshimda kvartira ijaraga oldim. Arzon edi, lekin menga yoqardi. Bu yolg'iz yashashimning birinchi kunlari edi va bundan juda xursand edim. Bino 6 qavatli bo'lib, unda 10 dan ortiq xonadon bor edi. Ammo g'alati tomon shundaki, bu yerda doimo jimjitlik edi. Qo'shnilarimni juda kam ko'rardim. Ko'rganimda ham ular menga hech qachon qaramasdi. Go'yo men umuman yo'qdek yonimdan indamay o'tib ketishardi. Bu joyda nimadir noto'g'ri ekanini his qilardim. Bir kuni do'konga ketayotgan edim. Yo'lak bo'ylab yurib, kvartiralardan birining eshigi biroz ochiq turganini payqadim. Qiziqib ichkariga mo'raladim. Ichkarida katta guruh odamlar uzun stol atrofida o'tirib ovqatlanayotgan ekan. Xona qorong'u edi. Chiroqlar yo'q. Hech qanday ovoz ham yo'q. Faqat idish-tovoqlarning xira-shiqirlashi eshitilardi. Barcha derazalar qalin pardalar bilan yopilgan. Butun xona esa zulmatga cho'mib ketgandek ko'rinardi. Nima ko'rayotganimni anglab yetishimga ulgurmay, eshik yuzimning ro'parasiga qattiq yopilib ketdi. Cho'chib ketdim, ammo o'zimni bosdim. Balki shamol eshikni yopib yuborgandir deb o'yladim. Do'konga borib kerakli narsalarimni sotib oldim va uyga qaytdim. Lift eshiklari mening qavatimda ochilganda qotib qoldim. Ro'paramda bir guruh odamlar turardi. Ularning yuzlari oqarib ketgan. Yuz ifodalari hech narsani anglatmasdi. Ammo ko'zlari, ular g'azabga to'la edi. Ular shunchaki menga tikilib turishardi. Hech biri qimirlamasdi, hech biri gapirmasdi. Sukunat bo'g'ib yuborgandek tuyulardi. Keyin ulardan biri menga yaqinlashib quloqimga pichirladi. Bizni taklif qil. Uning ovozi shu qadar past ediki, deyarli inson ovoziga o'xshamasdi. Men majburan asabiy jilmaydim va ularning orasidan tiqilib o'tishga harakat qildim. Shu payt dahshatli badbo'y hid dimog'imga urildi. Chirigan, aynigan narsaning hidi edi. Hatto qayd qilgudek bo'ldim. Orqamga o'girib qaraganimda lift eshiklari yopilib bo'lgan, ular esa g'oyib bo'lgandi. O'sha bezovta qiluvchi tuyg'u butun tun meni tark etmadi. Bir necha kundan keyin ishdan uyga qaytayotganimda binoning oldida politsiya mashinalari turganini ko'rdim. Politsiyachilar men avval mo'ralab qaragan o'sha kvartiraning eshigi yonida turishardi. Ofitserlardan biri meni to'xtatib, nima bo'lganini tushuntirdi. U yerda yashagan erkak bir necha haftadan beri ijara haqqini to'lamagan ekan. Uy boshqaruvchisi eshikni taqillatib ko'rgan, ammo hech kim javob bermagan. Ichkaridan esa dahshatli badbo'y hid kelayotgan ekan. Ular eshikni buzib ochishganda, kirish qismida bir uyum poyabzal topishibdi. Bir odam uchun haddan tashqari ko'p poyabzal. Ichkarida esa kiyimlar har tomonga sochilib yotgan ekan. Ko'ylaklar, shimlar, paltolar. Go'yo odamlar birdaniga kiyimlarining ichidan g'oyib bo'lib qolgandek. Xonaning o'rtasida o'sha uzun stol turardi. Stol usti ovqat bilan to'la edi. Chirigan ovqat bilan. Likopchalarda mog'or paydo bo'lgan edi. Ammo atrofda birorta ham odam yo'q. Devorda esa katta qizil harflar bilan shunday yozilgan edi. Bizni taklif qilganingiz uchun rahmat. Kvartirada yashagan odam esa hech qachon topilmadi. Men uning ismini ham, yuzini ham bilmasdim. Shuning uchun politsiyaga yordam bera olmadim. Ammo har safar o'sha kvartiraning eshigi yonidan o'tganimda hali ham o'ylab qolaman. Men qorong'ida ovqatlatganini ko'rgan o'sha odamlar kim edi?